Xohlasa bizlarda obed time. Ha, o'chirib tashlayman sizni. Olur. Kelinglar oshga. Marhamat. Gapiraveradi bu. Olur. Chimkentdamiz hali ham. Dokument kutyapmiz. Rahmanir-Rahim. Dokumentlar oldik. Dastlab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Aziz aka. Haydayapman. Oh! Bo'ldi, haydayapman, chiqyapman, ketavering. Qanday yoqamiz. Bundachalarni. Bahogalar ochilati ertaga emas, indinga ekan, qoldi bular. Hamma dokumentdan olgan. Mashina stankadan oqib chiqib ketyapti. Bizning gruppadan eng oxiri menman deyman. Yo, Zokir tog'a ham bor ekan. Ketdik, haydang tog'a. Hayda dedi-ku. Qozog'istonda qaralar yoqib yurish kerak. Ma'lumot o'rnida. Bu tomondan mashina kelmayapti. Kamera bor, hamma hayron. Nimaga bu kamera? Kamerami bu, fanarmi bu? Sizlarga yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Kadrlar. Opitam o'zi yo'qolib ketdi, bor opitam. O'zi bormidi, yo'qmidi? YouTube'ga chunki 2 yildan beri video olmayman. Kamera qanday turish kerak, nima deb gapirish kerak? O'zbekistonda video olmasligim sababi sabablardan bittasi, eng katta sabablardan bittasi, birovning oldiga video kamera bilan borsiz, meni olma. Qayga qo'yasan, nimaga olyapsan? Aka bizga yo'l berib kutib o'tiribdimi yo o'zi shu yerda o'tiribdi? Choylarda ichdik. Lekin peshinda o'qimadik hali. Borishimiz kerak. Xullas aytib yotishim shart emas, ko'rdingizlar o'zlaringiz. Agar montaj davomida qo'ygim kelsa, yuziga bijir qo'yib qo'yaveraman. Bo'lmasa nima bo'lsa bo'ldi deb qo'yib yuborishim ham mumkin. Namerda metal zavod, armatura nimadir ishlab chiqaradi o'ng tomonda. Bu yerda nimadir quyapti. Video olmasliklarimning yana ikkinchi sababi, ko'p joyda video olish mumkin emas. Ayniqsa O'zbekistonda. Olganingizni ko'rib qolsa, nimaga olyapsan? Qayerdan ruxsat olding? Bu yerda olish mumkin emas. Olgan bo'lsangiz ham o'chirtirib tashlab, ya anasini. Mana shu betlar jahli chiqib ketadi-da. Akalarga nima qildi? Langar yo'liga tushib oldik. Langar. Bundan soycha o'tgan. Yozdikan taniq suv o'tadi shu yerdan. Ko'minsiz bu yerda. 60 ga radar bor. Qozog'istonda shunaqa sistemali Yevropalarda bormi yo'qmi bilmadim. Yevropalarda bo'lsa kerak edi. Qozog'istonda hozir radardan radargacha hisoblayapti vaqtini. Yevropada ismlar shu yerda bormidi, yo'qmidi?
Qozog'istonda shunaqa sistema o'zi joriy etildiki, men 1-2 marta o'z radarga tushdim. Короче, bizlar sheriklar to'xtatdi. Men to'xtatdim, yo'qmi ataylab qaramay o'tib ketdim. Xudo xolasa to'xtatgani yo'q shekilli. Deb baqirib qoldi, ovozini eshitdim. Qozog'iston politsiyskilari bular bo'lmasga to'xtataver. Samasval to'xtatgan ekan. Hozir endi men oldimda sheriklarimni to'xtatdi Abdulla aka bilan. Yaqin ekan. Xolasa orqamizdan quvib kelsa ham ko'rmay qolibmiz deyman. Nima to'xtatyapti ekan, sheriklarimga qarayotgan paytda o'tib ketib qolibman deyman. Xolasa avvalambor kelmaydi. Hali katta trassaga chiqib olganimiz yo'q. Natsionalkadamiz. Natsionalkasi ham bularda hamma joyi cho'l qarasa. 60 tezlik ko'p qo'ygan. Bog'roq. Lekin ekin-tekin kam qilgan ekan bular. Bizda lalma bug'doy ekib tashlaydi-ku. Bo'lmasa kerak-da bir xil joylarda bularda ham. Yer slishkim katta-da lekin. Sizdagi o'zi yo'l ko'rinyapti, men ko'taryapman. Menimcha orqamdagi yerda Zokir tog'ani ham to'xtatdi shekilli sherigimiz. Bir 90%lar meni ham to'xtatdi. Oy deb baqirib qoldi. Yolg'ondan o'ng tomonga qarab o'tib ketdim. Kamerani baroqroq yoqmoqchi edim. Lekin hozir chiqqanimizda ham trassaga chiqib chap tomonga yurishimizda ham turadi politsiyskilar, transportliklar. Bular transportnikmidi? Mabodo o'shalarga aytvormasa endi O'zbekiston hukman boryapti. To'xtat shuni desa dabdala. Hammada ham shunaqami? Shu burilimlarga kelgan vaqtlari mashinalar kelib qoladi sizga xalaqit berib. Ularga ham lekin men xalaqit beryapman. Xuddi hozir ular menga xalaqit berayotgandek. Biz sherikni to'xtatibdi. Orqada sherik ham. Yana bitta men orqamda Qozog'istonda bitta mashinasi kelyapti. Dafmada bilmayman. Uni to'xtatmaligim. Qozog'iston mashinani to'xtatmaydi uncha-muncha. Shu o'tayotgan mashinalar hammasi asosan O'zbekistonda mashinalar ketyapti. Yo shakarga. Xullas bu tomonda yuk ko'pda O'zbekistonga. Xudo xolasa trassamizga ham yetib oldik. Hozir ko'rsataman transportniklar yo'qqa o'xshayapti o'rnida. Lekin mobodoga bo'lib qolsa kontent bo'lishi mumkin. Xudo xolasa. Mana shu yerda turar edi. Mana shu yerda razvorot bor. Xolasa yo'q. Ketdik endi inshaalloh. Sizlarga Qozog'istonning yo'lini ko'rsatmoqchi edim. Bu yerda katta mashinalarga mana 80 palojna. Bizlarda masalan 80 palojna joyga voy. Endi maqta ekandim Qozog'istonning yo'lini. 80 palojna joyga 85 gacha mumkin-ku masalan 4-5
Pilusovoy ana qo'yib qo'ygan ha. Lekin bu yerda 10 gachami shunaqa. 10 tezlikda ko'proq yursangiz, xudo xolasa radar urmaydi. Kechiradi. O'tib ketib qolishga. Lekin mashinalari politsiyskini ko'rib qolsa, mobodoiki yoki bo'lmasa radarni ko'rib qolsa, xuddi Azroilni ko'rganday bo'ladi. Men qarayapman, politsiyski o'tyapti, ha? Men qarayapman, o'tdi. Tamam, shunday oldingizga to'xtaydi, hozir mana shu uchib ketgan. Yondagilar ham uchib ketgan. Narodagi politsiyski o'xshayapti. Jaketmi yo qandaydir bir nima kiyib olgan. Hammasi tormoz edi. Orqamdan qolib ketdi. Kelyapti orqamdan. Bu qandaydir bir darojnoy bir ishchida. Yo'l ishchilari. Ketdi endi cho'za. Orqamizda agar o'ngga ketganimizda mostdan mashinlardan radarmi bir nima borda qarang, shunday tormozlaydi. O'tib ketishga imkoniyat bermaydi. Bunday qilamizda biz uzr. Orqamizga mashina kelib qoldi. Radar bo'lmasa pastda svetoforda oldida. Qarang, tormoz deydi. Tormozlar. Svetofor qizil ham qoldi. Hech qizil bo'lmagan svetofor. Bizda borganimiz yashil bo'lardi. Yashil bo'ldi. Lekin yurishiga o'sib qilsa bo'ldi. Oldinga ham tortmayotgan mashina chiqib tushib qolibdi-da. Biz o'ngga burilib olishimiz kerak. Endi yur endi. Mana bu yerda ham radar bor. Chiroyli manzaralardan ko'rsataman dedim qaytishda. Qaraysiz, manzarani ko'rinyapti. O'zi sizlarga ham qirg'adirlar. Qanday yam-yashil qizg'aldoq. Voy! Yomon joylarga kelib qoldim. Yo'lga qarang, yo'lga dedi Chingiz. Chimkent перевалчasi. Kechqurun ko'rsatdim sizlarga. Norasi soat millari 15:33. Yerdan asta chiqamiz. Peshona skurda 20-25 qilib yukimizni kilosini aytdim o'zi 22 tonna. Qazg'ur Pereval. Xullas, ma'lumotlardan yana bittasi endi men bilganlarim yaqinda bildim. Bular qo'y go'shtini uncha yoqtirmayganda. Ko'p joyda shuning uchun ot ko'p boq ekan, bular ot go'shti ko'p ekan. Yo'l o'rtasida bu yoqqa o'tdim, ana mashina buzilyapti. Men bu lekin qo'ylarni ko'rib aytyapman-da. Qo'y go'shti juda arzon. Bizlar pulga bir 80-90 mingga to'g'ri keladi.
go'shi. Ya 80-90 uzr, 80-90 mingdan ham arzonroq edi. Sababi mol go'shi 80-90 ming edi. Anosa so'm suyaksiz. O'zimizning pulga. 3,5 ming, 3 ming tanga edimi? Shunaqa edi shekilli. 3,5 ming tanga. Yigirma 25-30 ga qo'yib olganmiz. O'shanisi kunda asta chiqyapmiz. O'lik badyomda o'lik unday tikka masu shopirlar tushunadi. O'lik badyom. Kim ekan? O'zbekistonskiy nomer. Hamza sheriklar kelyapti. Judayam anonsini qoldirdim-da, kim qanday ichida so'kkandir. O'sha aka. Videoda ko'rayotgan bo'lsangiz Azar aka, videom kanaldan ularni beruvdim YouTube'ga. Video chiqaraman deb. Videoda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ismlari esimdan chiqib ketdi. Komil akamidi? O'ting aka. Ketdi aka. Chiqoldik, xolos. Belorussiya mashina. Sitrakmidi? Bugun mashin juda ko'p. Bugun kunlardan seshanba. Nimaga buncha ko'p mashin? Hech bunday bo'lmasdi. Yo'lga chiqib ketadi-da. Motorimiz deyapti. Yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Qo'ziqorin bo'lsa kerak. Qo'ziqorin sotadi. Agar adashmayotgan bo'lsam, balki adashayotgandirman. Yana bir so'rayman. Lekin meni bilishim bo'yicha qo'ziqorin sotayotgan edi. Bir yana so'rayman. Mana yo'lda 200 da yo'l to'lovi Platon mana shulardan yechib olinadi. Yani Platondan to'laganim yo'q edi, kirpichda to'lab bir ketamanmi? Mana shu talbalarda. Shu aytganimdek qo'ziqorin ekan, Azdakadan telefon qilib so'radim, chunki ko'p yuradi u kishilar. Mendan ham opti balandda baribir. Qo'ziqorin ekan, lekin katta qo'ziqorinni tozalab, chat chiqib, yaxshigina qilib, mana appetitni qilib qo'yganda ko'rsangiz. Mehriddin akani Euro 5 chasdi. Yana ma'lumot o'rnida otlar qarangizlar. Yomash qilyapti, qaramangizlar. Xullas, ma'lumot o'rnida
O'zbekistonga nisbatan produktasi bizlardan anchagina arzon. Endi kiyim-kechak bu narsalariga uncha solishtirganim yo'q. Bizdan anchagina arzon. Endi bilmadim, balki viloyatlar bilan bir xildir. Men chunki 1-2 yildan beri Toshkentda turayotgan bo'lsam, men hozir so'm go'shti 140 mingdan ziyodga olaman-da. Mol go'shti olayotgan bo'lsam 150 ming, 160 ketadi bu yoqqa. Joyiga qarab, bu yoq korzinkalarda. Qo'y go'shti esa 120 mingdan aniq ziyod. 130, 140 shu atroflarda gachada endi. Endi uni qo'y go'shtini iloji yo'q. Suyak bilan sotadi. Endi hozir balki viloyatlarda boshqacharoqdir. Kommentlarga yozib ketsangiz go'sht narxlarini. Men mol go'shti o'zi uncha yemayman, oson kamroq olaman. Men ko'proq qo'y go'sht tarafdoriman. Birinchidan sunnat, ikkinchidan qizdiradi. Xullas qo'y go'shti tavsiya qilaman men ko'pchilikka. Qo'chqor go'shtimi, qo'y go'shtimi. Echki demayapman shu arada ham, lekin echki ham issiqlik, lekin yaxshi olasa. Mol go'shtini ham taxlab bo'lmaydi-yu, lekin Payg'ambarimiz alayhisalom shu qo'y go'shtini tavsiya qilganlar. Hamma joy radar. Bir gapirtirgani ham qo'ymaydi. Yevropada Alisa gapirtirgan qo'ymasida через 200 metr ara поверните направо deydi. Bu yerda направо, налево ham demaydi. Sizga masalan biz navigator yuramiz, to'g'ri yo'l. Xudoga shukr. Alisalar ham qolib ketdi Yevropada. Nima deysizlar, boraymi? Men yomon, juda yomon sog'indim Yevropani. Shu 2 yil davomida. Ko'pchilik Yevropaga bormayapsizmi? Bordingizmi? Instagramga eski videolar, arxivni videolarni qo'ysam Yevropadamisiz deydi. Yo'q, salgan 1-2 yilcha bo'lib qoldi, Yevropaga borganim yo'q. Oldin mana shu yerdan zapravka qilardik. Ketishda. Boshqa zapravka qurib qolganda qaytishda ham dalivka qilib o'tib ketamiz endi, baklar yana to'ldirib. O'zi bo'lsa bir 50-60 litr qo'yamiz qaytishda. Ko'p yemaydi. Kalta yo'lni hisobiga razvorot chiqadi hozir bir 3-4 kilometr degan. Ana shu yerdan razvorot qilib yo'lga chiqib, bu tomondan kelib zapravka qilib, yana qaytib mana shu yo'lga razvorot qilib tushib olaydik-da. Oh. Ko'p gapirardim. Hozir bilmasam kam gap bo'lib qolganmanmi yoki o'zi gapirgim kelmay qolganmi? Nimani evaziga, nimani hisobiga bilmadim. Gap kelmayapti. Oldin badallab menimcha qulomiyalaringizni yeb qo'ygan bo'lsam kerak Yevropada. Bilmasam hozir yoshimiz kattarganigami? Bo'lmasa bir hayot tashvishim, bir muammoyim yo'q, Xudoyimga shukr. Hammasi Xudoyimga shukr, cheki Xudoyim aytgandek ketyapti. Nasrdan chotki, hamma narsa zo'r, pul bor, ish bor, hamma narsam bor, yetarli Xudoyimga shukr. O'zim rosta kamiga kam gap bo'lib qolgan ekanman men. Komment yozib ketay. Zapravkamiz kelyapti. 150 litr sarga uchun bir yarim. Aziz aka, kirdingizlarmi? Zapravkaga kirdingizlarmi deyman? Moshin ko'paygan lekin. Ya mana o'zi nimaga qo'y, yomoshga qo'yib qo'ygan ekan ha. Men ham o'tib ketib qoldim. Yo'lga chiqib ketib qolibdi-da. Ketdik endi nima bo'lsa bo'ldi.
kutyapti. Ko'rgan bo'lsalaringiz zapravka qilmoqchi edim o'sha yerda. Arzonroqda. U naryoqda zapravka qilgan joyda egasi shu yerdan ham ochgan. Azzakalar ham kirmayapti. Ko'rgan bo'lsalaringiz mashin zapravka qilmayapti, lekin xuddi sun'iy o'chirib sazovat qilib qo'ygan. Shunday klientlardan qoldi endi. Ular ham shunday deb o'tib ketibdi, o'ylab mashin ko'paygan deb boshqa zapravkadan qilamiz deb men ham boshqa mashin ko'paygan deb o'tib ketdim. Ko'rgan bo'lsalaringiz mashin chakkaga qo'yib qo'ygan ekan. Lekin yo'lda ustiga chiqib ketib qolganda. Hop qo'y, mashinangni zapravkadan nariga qo'y. Balki boshqa ishi bordi, to'g'rimi? Nariga Euro 6lardan buni ruli diametri kattaroqmi yo menga shunday ko'rinyapti? Nima o'ylaysizlar? Sen bilmasang biz qaydan bilamiz deysiz ham. Menga kattaroq ko'rinadi-da bu chota. Nimadir, yana radar. Qarang, orqamga tiralib kelayotgani mashin fura. Radarni ko'r, uzoq olib ketdi. Juda qo'rqadi radardan, juda. Lekin tushunsa ham bo'ladi, chunki pul. Hamma unga qo'l deylik, tavba qildim astag'firullah. Qo'limasu, tavba qildim. Bu yerni kesib tashlaymiz. No. Qo'limasu, Xudoyimga qo'limiz hammamiz. Lekin bir xillar, lekin tavba qildim astag'firullah. Mayli, kesmaymiz shu joyini. Некоторые люди deydi-ku. Bor unaqalar ham. Pul desa tashlaydi. Kalachasi bilan. Короче, Maysk chegarasiga yetib keldik. Mana to'g'ri joqqa ham ko'rmay qoldimmi deyman. Azzaka bilan Suzun aka sho'ttalar. Meni sarga bormagan ish qilib. Arqamizdan Dilshod aka ham kirib keldi. Sarga yo'qmi? Yo'q ekan bu yerda. Mashinda. Dokumentni berib yuboraymi? Meni gapimni qaranglar, berib yuboraymi işte. Mashinni mana yo'q qo'yay. Sarka yo'q ekan. Ha. Azaki ham menga ana qo'yardi-ku. Şeyde turtursan endi mashin. Hech kim xalaq qilmasdi. Orqaga qo'yay. Ha. Xalaq qila. Stengaga ham kirib oldik, zapravkalar qilib oldik. 62 ta ketdi. Nabavka 62 litr yibdi-da borib deganimizcha. Xo'sh, bunaqa programma bo'ladi. Stenga kirganingizda ochrit 273-ochritdaman. Bu degan o'zi ko'pchilik kirib chiqib ketgan. Xudo xolasa jiringlab ham qolish kerak. Inshaalloh. Kutamiz. Jiringlaydi, SMS keladi. Jiringladimi menimcha? Ketyapti asta. 30 region 01. Mashina jiringlaydi. Chunki tan olyapti. Umuman menga kameraga uncha bilinmayapti. Qaraysizlar o'zlaringiz.
ketyapmiz endi. Mana shunday kelib, bu tomondan nazorat qilib kirdik. Mana shunday kelib nazorat qilishingiz kerak. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Joyga tegdimi yo'qmi? Mayski bunga kirib ketamiz hozir. Xohlasa chegaraga ham kelib oldik, bir balo qilib. Chiqib ketgan joyimiz o'tgan safar kechqurun. Yuramiz. Bo'ldi. Assalomu Aka, nima ko'ryapsiz? Qayerda? Mashinangiz qayerda? Bilmadim, dokumentingiz yo'qmi? Ha? Bilmadim, dokumentingiz yo'qmi? Turibsizlar-ku. Men turibman, yuraman deb turibman, siz yurib Bo'ldi, kelavering. Ha? Kelavering. Qanaqa kelyapsiz? Kelib, bu yerga kelishingiz kerakmi? Ha. Bo'ldi, kel. Yuryapsiz. Ay, men hech kim hammasi dokument yo'q ekan, deklaratsiyasi, ha? Dokumentim bor mening. Ha, xo'p, keling. Keng. Qayerda turibdi bitta aka, nima yuryapsiz deydi. Qayerdan kelyapti u aka bilmayman. Qayerda nima yuryapsiz deydi. A, bilmasam, deklaratsiyasi yo'q deb aytdi-ku sizlar dedim. Kelyapman desam, qaytib ketdi. O'zbekistonga ham kirib keldik. Xudo xolasa. O'tgan safar mana shunday kirib keldik. Voh, Yamana qaraysiz. Strechadan kamaz kelyapti. Hozir shaqa tushib rengan qilamiz. Azdagi o'zi renganda o'chirda turibdi. Xudo xohlasa O'zbekistonga ham chiqib oldik mana eson-omongina. Soat mellari rovna 9 o'tdi qaraysiz. Bular asta kelgan nakapetiga kiryapti bular. Qozog'istonga o'tish uchun. Ochirat qancha ekan? Hozir necha kilometrlarligini aytaman. Xo'sh, ochratimiz chiqqan vaqti 3 kilometr ekan. Bular nima tormoz edi? Ha, shaharga kelsa shuni so'ymanda boshlanadi tormozlar. Xullas 3 kilometr ekan, gapda ham bo'ldi. Charchiq bilan kelib, buyog'i rohat bilan kirib ketyapman, xudo xolasa. Mana shu aka hozir qolib ketadi-da, yo'l so'rab mendan. Chunki ana yo'l qisqaradi, mana shu akaning yo'li. Bu yer remont bo'lyapti, bu yerdan o'tganlar biladi. Xullas, asta boryapmiz bazaga. Bugun xudo xolasa mashinani qo'yib uyga borib ertaga yuk tushiramiz, xudo xolasa. Aka yo'li qisildi o'zi. Endi qilib yo'l beraveraman istagini. Akaga yo'l bergan sari aka ham qolmaydi qara. Aka qo'ying, sizning yo'lingiz emas bu. Aka yo'l tugadi, men yo'l yo'q. O'zi tavba qildim, astag'firullah. Yaxshilik qilsang, shunday yaxshilik qilginki, yaxshilik qilgan odaming o'ylamasinki, bu menga должен yaxshilik qilishga yoki bo'lmasa menga уступить qilishga yoki bo'lmasa shu nimalardir debda xullas. Shunday yaxshilik qilganki, bitta o'zi Instagramda videolarim chiqib ketdi-ku. Hozirgi odamlarga yaxshilik qilsang, xuddi ularga sen долженsan. Tavba qildim, astag'firullah. Yo'l berishga yana kim nimalar. Lekin ulamolarimiz, domlalar yaxshilik qilinglar, qilishdan to'xtamanglar deydi. Bular bilmaydi yaxshilik. Voy.
Xudoyimga shukr. Qarana meshat beradi. O'zi kichkina mashin. Ahmoq. Shunday bir ya o'zi kichkina mashin bir gazlab ketmaydi, qolmaydi. Tushunmaysiz. Xullas asabgarchilikda. Shu asab bo'lmayman deyman. Hozirgacha normal, mazza qilib kelgandim. Ana shu yerga kelding. O'zbekistonga kirib kelishdan ostonasidan boshlangan asab bo'lishing. Rohat kurukka ham keldik. Xohlasa. Mana axranalar hamma joyda tekshirib, tepada choynakcha bor edi. Eski shopirlardan qolgan. Shu choynakchani bir yaxshilab joylashtirmaganimga taqir tuqur qilib burlamizda bunday qilib burilib ketamiz. Bularga o'zi yashil bo'ldimi? O'tinglar, mana o'talmay qolibdi. Rohat kuruk shunaqaki, o mana bo'ldi. Bizlarga endi yo'l ochildi. Mana shustir nariyoqdan ketmaydi, ana bevaydan qarab, vashit oldimizga to'xtaydi. Ularga keyin yana yashil bo'ladi. O'zi bularga yashil bo'ldi. Mana tiqilib keldi o'zi bular. Shu asabgarchilik qarochi. Endi qolib ketdi o'rtada. Bular ham qolib ketdi endi. Qarochi hozir ularga yana yashil bo'ladi. Bular qoladi. O't tez. Yo'qda, mana Damas bor, endi qolib ketdi Damas. Qo'yvermanglar, Damas, qo'yvermanglar-da. Qolsin shu yerda Damas. Endi yerdan astagan chiqaman, mashinada umuman menga ko'rinmaydi. Sizlar boshimda ustidasizlar-da, ko'rinadi sizlarga. Sal balandroqdasizlar. Peshoqda o'tib qolmasa bo'ldi mana. Qarochi, shunaqa gaplar. Metro boshlandi. Ana inshaalloh bu degani o'zi shaharga kirib keldik degani. O'zi voy. Ana shu yerda yomonligini bilaydim, qarang. Otel. Qo'yliq tomondan ketaman. Birdan mashin qo'yish yerda joy bo'lsa, o'shada qolaman uyda oldida desam, yo'q. Ular borgunimcha asab qilish kerak. Nariyoqdan o'zi katta trassadan kelavermadi, betonkadan. So'nggi pushayman, o'zingga dushman deydi, nima deydi? Voy, yo'llarni qaranglar. To'g'ri turibsizlarmi o'zi? Chamaga ko'rinyapti shekilli. Faran sariqda yutib yuboradi. Yo'llar, svetlar, faralar yutib yuboradi. Oq led qo'yish kerakmi? Dalim ham zo'r emas, qaranglar, dalim ham katta joyda olmaydi. Xudo xolasa skladga ham keldik. Inshaalloh. Endi bir hafta dam, bayramligi uchun. Bo'lmasa har bir reysda bir 2-3 kun dam olish bo'ladi. Shu safar bir hafta dam inshaalloh.